Qayog'i? Menda faqat omad bo'lgani uchun ko'tarilib ketyapman. Shuning uchun akkauntim o'chib ketgandan beri deyarli uxlamay kuniga 4 ta video qo'yayotgan ekanman-da. Keyin meni kompyuterlarim va yaxshi devayslarim bo'lgani uchun ko'tarilib ketayotgan ekanman-da. Hozir mana shu videoni ko'ring-chi, meni kompyuterlarim qanday holatda ekan. Mana siz aytayotgan streamxona, ko'rishingiz mumkin. Mana krislo, mana bu yerda kompyuter turibdi. Bu sizlarga ko'rinmaydi kompyuter, просто turadi-da. Mana bu yangi iPad M5. Mana umuman sinmagan, hech qayerga hech narsa qilmagan. Hozir yoqib ham ko'rsataman. Mana yerlarda даже onasini ham sal teginsa ham qaraylar. Bilet o'smaydi. Sal teginsa ham qaraylar. Bilasizlar? Sal teginsa nima bo'lyapti? Umrim davomida onasini ham biron marta yangi telefon ishlatmaganman. Umrim davomida. Hozir ham mana bu telefon turgan telefon, singlimning telefoni. Shuni olib, hozir video bo'lyapti onamga. Ko'ryapsan? Qani sizlar aytayotgan omad? Qani sizlar aytayotgan boylik omad? Men prosa harakat qilyapman, natijasini sizlar ko'ryapsizlar. Men shu holatda bo'lsam ham meni deyarli 1 milliondan ko'p odam taniydi. O'zingizlar uchun bilib olinglar. Harakat qilayotgan odamni oyog'idan tortmang, nabrot podpishka qilish kerak. Agarda yangi device olishimga yordam bermoqchi bo'lsanglar, prosa akkaunt savdoyimdan akkaunt sotib olinglar. Silkalari aktualnida turibdi.